Germaniyada o'tkazilgan sanoatlashgan 7 davlat guruhining rahbarlari yig'ini 26-iyun, ya'ni yakshanba kuni Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishiga qarshi kelgusi 5 yilda taraqqiy qilayotgan davlatlarning ul aslaha qurilishiga 600 milliard dollar mablag' selish planini qabul qilgan. Germaniyaning Bavariya shtatidagi Shilos Almo qo'riqida uchrashgan Amerika prezidenti Bayden va sanoatlashgan 7 davlat guruhining rahbarlari yer shari ul aslahalar va balvoq selish o'rtaq hamkorligi nomli programmani birlikda tasdiqlagan. Yig'inda Yevropa komitetining prezidenti Ursula von der Leyen o'xshash bir mezgilda Yevropaning 300 milliard dollar to'plab Xitoy raisi Xi Jinping 2013-yili o'tirg'i qo'ygan bir balvoq bir yo'l qurilishiga qarshi izchillikka ega yana bir qurilish ilib boradiganligini aytgan. Türkiye, Azerbaycan, Qozog'iston uch taraflik diplomatiya va qatnash ministrlari yig'ini Bakuda boshlandi. Türkiye, Azerbaycan, Qozog'iston tashqi ishlar va qatnash ministrlarining birinchi qitimliq yig'inida Kaspiy dengizi bilan sharqi g'arb markaziy koridorining yoshirin kuchini taraqqiy qildirish masalasi muzokara qilindi. Egilinishçe apreldan keyin may oyida Xitoydagi sanoat şirkatlarining foydasi tuvalligan. Lekin maydagi foydaning tuvallishi 4-oydagi qaraganda osti bo'lgan. 5-oyda sanoat şirkatlarining foydasi oldingi yilining o'xshash mazgiliga selishtirganda 6,5% tuvalligan. Aprelda bo'lsa 8,5% tuvalligan. Şimali Atlantik Akti Teşkilatı'nın başkatı Jens Stoltenberg, Şvetsiya, Finlandiya ve Türkiye o'rtasida Türkiye'nin bexatarlik meselesini hal qilish uchun kelishim hosil qilayotganligini, suhbatning bu doirada Madriddagi boshliqlar yig'inida davom qiladiganligini aytdi. Şvetsiya tashqi ishlar ministri Alinde bo'lsa, Türkiye'nin terrorlikqa bo'lgan andishiga astoydil muomala qiladiganligini aytdi. Amerika, İsrailiya ve 4 Arab davlati prezident Joe Bidenning O'rta Sharq ziyaratidan 2 hafta ilgari texmi yaqin hamkorlik va yillik tashqi ishlar ministrlari uchrashish to'g'risida birdaklik hosil qildi. Egilinishcha, İsrailiya, Amerika, Misr, Marrakesh, Arab Birlashma Xalifaligi va Bahraynning tashqi ishlar ministrlari bu yil martda İsrailga sahib qilgan Najaf boshliqlar yig'inida bir yerga kelgan. Yordaniyaning Akaba portida yuk besish jarayonida urilib ketgan yuk sanduqining portlashi natijasida 10 odamning qazo qilganligi va 250 dan ortiq kishining yaralanganligi xabar qilindi.